Assalomu alaykum, hurmatli uy bekalari. Bugun biz uyimizda mana smaloqli, yalpizli, yana otquloq, piyoz va dumba aralashtirib ko'k somsa yopamiz. Qatlama xamiridan. Mana xudo xolasa bu yalpizlar ham ko'karib chiroyli bo'lib chiqdi. Hovlimizdagi gulzorimizdan. Bahorda bu ko'katli somsalar nihoyatda organizm uchun foydali hisoblanadi. Hurmatli ayol qizlarimiz, uy bekalari, mana boshladik. Hurmatli ayol qizlarimiz, mana yalpizimizni, smaloqimizni, otquloqlarni hammasini to'g'rab oldik. Bu otqulog'i bandi tarafi. Buni boshida mana bu ozgina piyoz bilan, piyoz yarmini smaloq somsaga, yarmini otquloq somsaga ishlatamiz. Birgalikda biz qilib olamiz. Qozonga ozgina pista yog'i solamizda, shu bilan biz qilib olamiz. Keyin mana shu masallig'imizni ham, o'tlarimizni ham qozonda bitta aylantirib olamiz, tagini o'chirgan holatda. Gazni уже o'chirib qo'yamiz tagini. Agar qozonda ko'p aylantirib olsak, bu o'tlarimiz o'lib kichkinagina yog' bo'lib ketadi. Shuning uchun somsada ichida chiroyli bo'lib chiqishi uchun bular o'z holida, почти o'z holida saqlanib qolishi kerak, hurmatli ayol qizlarimiz. Qani ketdik yana keyingi etapga o'tamiz. Endi. Masalliqlar tayyor bo'lgandan keyin xamirimizni somsaga moslashtirib, chiroyli qilib tugamiz somsamizni. Hurmatli ayol qizlarimiz, mana masalliqlarimiz tayyor. Bittasi otquloqli yalpizli, bittasi mana smaloqli yalpizli to'g'rab qo'ydik. Dumba yog'ini bu yoqda xamirlarimiz tayyor. Qatlama xamirlarimiz tayyor. Endi hozir tugamiz. Ketdik tugishga. Hurmatli uy bekalari, ayol qizlarimiz, birgalikda o'rganamiz. Buni ichiga tuz mahsulotini, tuzni, piyozni qozonda biz qilayotganda sovaldik. Norma bilan tuzni soldik. Tabimizga ko'ra yeb ko'rdim. Mana hammasini aralashtirib, endi somsamizni boshlaymiz. Hurmatli ayol qizlarimiz, uy bekalari, bir kun oldin yoki bir hafta oldin bemalol bo'lganinglarda xamirni mana shunaqa qilib o'rab qo'ysanglar, yog'lab, so'nggina morozilkadan olaverasizlar-yu, bemalol masalliqlar tayyor bo'lganda somsani tugib olaverasizlar. Shoshib turganda ham asqotadi-da. Xamirni bu holatga keltirish ham ayol qizlarimiz uchun yarim kunni oladi. Agar ko'proq qilaman desanglar. Bizning O'zbekiston oilalari ko'p oilali insonlar yashashadi. Masalan, har bir oilada bitta ikkita bilan ish bitmaydi. 5-6 ta, 10 ta o'rab tashlasanglar, morozilkada turaveradi. Hurmatli ayol qizlarimiz, tagiga birinchi dumba yog'ini sovolamiz.
Mana endi boyagi ustiga hurmatli ayol qizlarimiz xamirimizni ustiga birinchi dumba yog'ini soldik. Mana keyin masallig'i soldik. Mana shu tartibda endi tugib olamiz. 3 burchakli somsa yopamiz bugun duxovkada. Mana qizlar, damashniy somsani orqa tarafi. Bu orqa tarafi endi o'giramizda. Keyin lislarga taxlaymiz. Mana endi somsamizni o'girib oldik. Shunaqa tartibda tugamizda va lislarimizga taxlaymiz. Mana hurmatli ayol qizlarimiz, somsamiz tugib bo'ldik. Endi ustiga tuxumni bitta tuxumni chaqvarib, piyolada vilka bilan aralashtirib, tuxumni ustiga surib chiqdik. Ustiga oq kunjut bilan qora sedana sochib chiqdik. Endi mana duxovkaga solamiz. Mana shunaqa tartibda chiroyli qilib taxlab chiqdik. I want nobody but you. 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 I want nobody but you.